PUBG o'ynaydiganlar diqqatiga, Tekinga UC. To'g'ri eshitdingiz, Tekinga UC do'stlar. Tekinga UC ni qanday qilib olish mumkin? Bo'ldi, pulga sarflamanglar, pul sarflamanglar umuman. Do'stlar, Tekinga UC turganda qanday qilib olishlik mumkin deb hammaning miyasida savol aylanadi. Bunga javobim Telegram botga kiramiz. Bu Telegram botga qanday kiramiz? Do'stlar, shu ko'rib turgan videolaringizni kommentariyasiga PUBG deb yozsangiz, botni silkasini sizlarga direktlarga tashlab beraman do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa go boshladik. O'sha silka orqali ro'yxatdan o'tasizlar, email pochta so'raydi, email pochtangizni kiritib ro'yxatdan o'tganlaringizdan so'ng vazifalar bajarib, yashil monetalar to'plashni boshlaysizlar. Har xil o'yinlar, blink o'yinlari bor, omad champiyonatlari bor. Undan tashqari yana bir ikkita o'yinlar bor edi. Va hozir to'plaganingizdan keyin almashtirishga bosasiz. Bu yerda ko'rsatib qo'ygan mana 85 ta monetaga 60 UC, 380 ta monetaga 320 UC, 325 UC deb qo'ygan. Do'stlar, ko'rib turgan videolaring qisqa bo'ldi, chunki bu Instagramga joylanadigan video. Shu sababdan men oxirgacha sizlarga obzor qilib bera olmadim. Buni qanday qilib yechishlikni, qanday qilib PUBG akkauntga o'tkazishlikni keyingi videolarimda albatta ko'rsatib o'taman. Do'stlar, buning uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar, bu videoni saqlab qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan Mishaka Pubigim bo'ldi.